Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Salomatmisiz aziz tinglovchi. Bugungi qahramonimiz boshidan kechirganlari barchamizga ibrat bo'lishi kerak degan umidda ushbu hikoyaga murojaat qildik. Hikoyamiz qahramoni boshiga qanday qiyinchiliklar kelmasin taslim bo'lmadi va kurashdi. Hikoyamizni bugungi son qahramonining ismi Malik. Bolalik chog'lari qiyinchiliksiz o'tdi, lekin hammasi otasi o'limidan so'nggina boshlandi. Uning yelkasiga juda erta oila ro'zg'or yumushlari tushdi. Hamma qatori o'qiy olmadi. Yoshi chamasi 19 yoshlar atrofida. Oliy ta'limni o'qish uchun sharoit unda vaqt yetmas edi. Shunday bo'lsa-da Malik taslim bo'lmadi. Uning Mark ismli do'sti bor edi. U ikkala do'st har kuni eski bino tomi ustiga chiqib, katta orzu xayollar surishar edi. Mark do'sti Malik bilan xayrlashdi. Uning sababi uning otasi Londonga Markni o'qishini davom ettirishni istadi. Malik Mark do'sti bilan xayrlashar ekan, Mark do'stiga Malikka qarata, "Malik, sen taslim bo'lma. Butun umr bunday qora ishlarda ishlamaysan. Taslim bo'lma" deya ikki do'st xayrlashdi. Malikni eng ishongan va yaqin do'sti ham oilasi bilan uylarni sotib Londonga ko'chib ketishdi. Malikni bir savol qiynar edi. Do'sti bilan eski bino tomida qilgan umidlari shunchaki orzu bo'lib qolaveradimi yoki orzularga yetadimi? Yetmoqchi bo'lsa qanday qilib, qaysi yo'l bilan? Kechalari gohi uxlolmay chiqar edi. "Men shunday o'tib ketmasligim kerak", der edi. Malik hozircha ishlab topayotgan pullari shunchaki oilasi ro'zg'ori, soliq qarzlari uchun arang yetib turar edi. Malik kechasi smenaga ham biror bir ish bilan shug'ullanishim kerak deya o'ziga va'da berdi. Ko'chasi boshidagi avtomobilga ishga kirdi va bu orada biznes trening sohasida ham bilimlarini avval internet tarmog'i orqali, so'ngra mablag'dan orttirib ustoz huzuriga borib o'rganishni niyat qildi va bu niyatiga ham erishdi. Avtomobilda topgan pullarni biznesini rejalashtirish va amalga oshirish trening kursiga to'lov qildi. Darslarni ham ishlarni ham bir xilda olib borar edi. Malik ishdan shoshib chiqdi va bir burda non qo'liga tutgancha o'quv markaziga yugurdi va nihoyat u darsga ulgurdi. Darsning mavzusi har qanday biznes boshlashda taslim bo'lmang deya ustoz leksiya o'qir edi. Dars tamom bo'lgach, ustoz o'quvchilarga "Siz nimani orzu qilsangiz, o'sha yerga borib uni mahkam quchib, bir kuni meniki bo'lasan" deb o'zingizga o'zingiz va'da bering deya ta'kidladi. O'quvchilar xonani birin-ketin tark etdi. Hikoyamiz qahramon avtomobilga ishga yo'l oldi va o'z ishini boshladi. Mashinalarni birin-ketin yuva boshladi. Hamkasbining yoniga shunday haybatli ko'rkam mashina kirib keldiki, va u mashinaning egasi Malik hamkasbiga mashinani kalitini tutdi. "Bir soatlarda qaytaman. Mashinani yuvib qo'y", deb ketdi. Malik hamkasbining yoniga kelib, "Mashina juda zo'r ekan", dedi. Hamkasbi, "Ha, bu mashinani olish uchun menimcha butun umr mo'ykada ishlab topgan pulimiz ham yetmasa kerak", dedi. Malik "Ha", deb sherigiga, "Shu mashinani men yuvay", deb iltimos qildi. Sherigi "Ha, mayli, yuvsang yuvaver", deb mashina kalitini tutdi. Malik kalitni olgach, mashinani old o'rindig'iga o'tirib, ustozi bergan uy vazifasi xayoliga kelib qoldi va mashinani rulini mahkam quchoqlab, chin dildan u mashinani xayolida quchib, "Sen meniki bo'lasan", dedi va "Bu yo'lda men taslim bo'lmayman", dedi. Uni yuvib mashinani egasiga tutdi. Ishlarini tugatgach, katta yo'l yoqasida xayolida o'zi yuvgan mashinasini haydab onasi va ukasini
sayrga olib chiqayotganda xayol surib ketar edi. Birdaniga ko'z oldi qorong'ulashib, qattiq hushidan ketdi. Ko'zlarini ochib qarasa shifoxonada. Malik hayron bo'ldi. Uning yonidagi doktorga qarata, "Doktor, menga nima bo'ldi?" dedi. Doktor esa sizning ortingizdan mashina urib yubordi. Sizni urib yuborgan haydovchi sizni olib keldi. Yaqin qarindoshlaringizni telefon raqamini bering, tezda ularga xabar berish kerak dedi doktor. Malik ham onasini telefon raqamini berdi. Malikning oyoq qismida qattiq og'riq borligini doktorga aytdi. Doktor jimgina xonadan chiqib ketdi. Bu orada Malikning onasi shifoxonaga yetib keldi. Doktor huzuriga kirdi. Doktor unga o'g'lingiz avtohalokat natijasida oyoq qismida qattiq jarohat oldi. O'g'lingizni 2 oyoqlarini kesib tashlashimizga ruxsat bering. Shu qog'ozga imzo qo'yib bering deb qog'ozni tutdi. Onasi ko'z yoshlarini tiyib tura olmadi va o'g'lini yoniga kelib, "O'g'lim, sen sog'liging uchun doktor 2 oyoqlaringni kesish kerakligini aytdi. Darhol sen nima deysan?" dedi. Malik ham hayratda qoldi. Bu holatda Malik "Yo'q, kesmasinlar. Menga bu oyoqlarim juda kerak. Men hali katta odam bo'lishim kerak. Axir do'stim Mark bilan qilgan orzu-umidlarim nima bo'ladi" deya qarshilik qildi. Ammo bir haftalar o'tgach Malik bunga rozi bo'ldi. Sababi 2 oyoqdagi og'riq chidab bo'lmas darajada og'rir edi. Va nihoyat operatsiya 2 oyoq kesish bilan yakunlandi. Uyga onasi bilan aravachada qaytdi. Onasi Malikni xonasiga olib kirib yotqizdi. Va Malikni xonasidan chiqib ketdi. Malik buyog'iga nima bo'lishini o'ylar edi. Bu shunchalar og'ir dard ediki, u oilasini boqish kerak bo'lgan paytida u oilasiga yaramay qolgan edi. U endi taslim bo'ldi. Endi buyog'iga uning kuchi yetmasligiga qayg'urdi. U biznes o'quv markaziga qo'ng'iroq qilib, "Meni oyoqlarimdan ayrildim. Men endi buyog'iga darslarda qatnasha olmayman. Meni to'g'ri tushuning. Siz uchun to'laydigan pulim endi yo'q" deb go'shakni qo'ydi. U butkul o'zligini yo'qota boshladi. Hayotga bo'lgan qiziqishi asta yo'qola boshladi. Unga mahalla fondidan har oyda oz bo'lsa ham nafaqa belgilashdi. Endi uni o'rniga onasi ishlay boshladi. Malik kechalari yig'lab chiqar edi. Oradan naqd 5 yil o'tdi. Bir kun eshik taqilladi. Eshik tomonga qarata Malik derazadan "Kiravering" deya sado berdi. Malikning xonasiga bejirom kostyumshimda uning Londonga oilasi bilan ko'chib ketgan do'sti Mark kirib keldi. Do'stini avval tanimadi. "Keling janob" dedi. Mark "Ha, keldim" dedi. "Men seni Mark degan do'stingman. Nima bu yotish?" dedi. Malikning usti yupqa mato bilan yopilgan edi. Va Malik ustini ochdi. Do'sti Mark hayratdan yoqa ushladi. Do'sti Malikni mahkam quchoqlab, "Sen bu holatga tushibsan, nega menga xabar bermading?" dedi qattiq ovozda. Malik "Meni qo'ya tur. O'zing yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi?" dedi. Do'sti Mark "Ha, ishlarim yaxshi. O'qishni tamomlab, katta bir zavodda rahbarman. Zavodimni ham shu davlatga ko'chirish niyatidaman", dedi. Malik do'sti Mark uchun juda xursand bo'ldi. Mark do'stiga "Men ertaga yana kelaman" deb xayrlashdi. Ertasi kuni Mark Malik do'stining yoniga kirib keldi. Qo'llarida bir dasta qog'oz edi. Malik hayron: "Buncha ko'p qog'ozni nima qilasan? Nima uchun qo'llaringga ko'tarib olding bu qog'ozlarni?" deb do'stiga aytdi. "Agar eslasang senga aytgan edim. Zavodimni shu shaharga ko'chirish niyatidaman. Endi
Bu ko'chirgan zavodimga endi sen rahbarlik qilasan. Bunday lavozimda men sendan boshqa hech kimga ishona olmayman, deb Malikka qarata so'zladi. So'ngra Malikning ko'zlari yig'lagancha, do'stim, taklifing uchun juda katta rahmat. Lekin men bunga rozi bo'la olmayman. Men bu ahvolda bo'lsam, qanday rahbarlik qilaman, dedi. Mark, men senga ishonaman. Sen taslim bo'lmasliging kerak, deb Malikni aravachasiga solib ko'cha tomon olib chiqdi. Chiqqanda ne ko'z bilan ko'rsinki, o'sha bir paytlar avtomoykada haybatli orzu qilgan qora mashina turgan edi. Do'sti Mark, bu mashina endi seniki, dedi Malikka qarata. Malik hayratda edi. Do'stiga, kel, men seni bir bag'rimga bosay, deb quvonch ko'z yoshlarini to'kdi. Do'stim, meni 5 yil davomida men hayotdagi ba'zi bir orzu umidlarimdan kechib, taslim bo'lganimda sen meni bu jarlikdan olib chiqding. Men sendan bir umr qarzdorman, dedi Malik. Mark, bu nima deganing? Sen endi zavodda rahbarlik qilib kompaniyamizni rivojlantirasan, deb yelkasiga qo'lini tutdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, har qanday vaziyatda ham noumid bo'lmay, taslim bo'lmay, harakatdan, mehnatdan to'xtamasligimiz kerak. Shu borada biz siz uchun harakatdamiz. YouTube statistikamizning ko'rsatkichlariga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 80% bizga obuna bo'lmasdan, like, izoh yozmasdan kuzatishayotgan ekan. Biz ta'kidlashdan charchamaymiz. Tayyorlayotgan hikoyalarimizni ko'plab insonlarga yetib borishini istasangiz, bu hikoya so'ngida bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying deb qolamiz. Aytgancha, izohlarda kelasi qaysi mavzularda tayyorlashimizni ham yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.